Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda biz PUBG Mobile'ga VPN o'rnatishni o'rganamiz. Qani hammasi ketdi. Birinchi bo'lib bu yerdan Google Play ga kirib olasizda. Keyin bu yerga VireGuard deb qidirasiz. Xuddi shunaqa mana bu programma chiqib keladi. Ash programmani yuklab olasiz. Keyin yuklab olganingizdan keyin men ezasizda mod qo'shishingiz kerak. Anaqa VPN qo'shishingiz kerak. VPN ni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mana izladik QC deb chiqadi. Shunga tashlab qo'yaman. Mana hamma narsani tashlab qo'ydim. Mana VPN o'rnatish. Shuni 3 nuqtani ezib turib, ana ulashni ezasizda. Bu yerdan kopirovat ezasiz. Va bu yerdan o'zingizga yangi papka ochib olasizmi, nimadir qilasiz, dronlarga tashlab qo'yasiz. Masalan, mana dronlarga tashlaysizda. Mana TGK vor nimadirlar chiqib turibdi. Mana bu TGK o'sha nomi. Endi bu yerdan VireGuard ga kirasizda, keyin batdan plyuschani ezasiz va import is file ili arxivani ezasiz. Keyin esa bu yerdan 3 nuqtani ezib turib, batdan provodnikni ezasiz. Bu provodnikdan keyin pamyat устройствani ezasiz. Va bu yerdan mana dronlar turibdi, o'sha dronlardan keyin TGK mana xuddi o'sha anaqa fayl, o'shani tanlab turib, o'qni ezasiz. Va mana yonda ko'p Redmi'larda bunaqa funksiya bor, fichka hozir ko'rsataman. Bu yerda siz mana ismingizni ezasiz. Mana VireGuard turadi, mana turadi. O'zi siz VireGuard men shuni ezib turib, o'sha joyga qaydmanga qo'yib olsangiz bo'ladi. Men mana qo'yib yuboraman. Va gatovani ezasiz. Mana mashta chiqadi, mana yoqib qo'ysangiz, mana bitta yoqibni birinchi yoqib qo'yasiz, keyin yoqib o'chirasiz. Endi esa bunday qilib turib, mana yoqsangiz ishlaydi, mana yondi. Mana o'chdi. Ko'rdingizmi? Endi yoqiga endi qanaqa zo'r funksiyalarni ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'ling, like bosing, xullas, boshladik.
see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. To'g'risi aytsam, men YouTuberman-da. Hozir men sizga prank qildim, oddiy bo'tsan deb, lekin zo'r o'ynayapsiz, bro. Hozir video ketyapti. Bemalol xalqqa nima deshingiz, bemalol nima desangiz deyavering. Gapimiz. Ha, mayli. Lekin zo'r o'ynayapsiz, bro. To'g'risini aytaman, zo'r o'ynayapsiz. Hozir tekis zapis ketyapti. Ertaga indinga video chiqadi. Ertaga chiqishi mumkin. Brat, lekin Telegramingiz bormi? Hozir qachon nomeringizni bersangiz aytaman, yoki Telegramingizmi? Telegramingizga aytsangiz, linkini tashlab yuboraman. Hozir anaqasi chiqmas ekan, chiqmayapti. Ko'p odamlarda. Hozir linkini yoki anaqasini tashlab yuboraman, bro. Knyaz Faker deb yozsangiz chiqishi kerak. Knyaz Faker deb. Bittasi Minecraft yo'nalishida bor, u Minecraft yo'nalishida 3000 ta obunachili meniki-uni. Lekin yangi kanal ochganman, 220 talik obunachi, hozir o'shanga joylanadi 220 talik obunachiga. Knyaz Faker deb yozsangiz bo'ldi. Brat, hozir zapisni o'chiraman. Короче, obuna bo'lib, like bosib qo'ying, xullas, bo'd do'stlar.